Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali qozon somsa tayyorlaymiz. Qozonda, o'choqda tayyorlangan somsani mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Tandirda pishgan somsadan umuman qolishmaydi. Aynan shu xamirdan duxovkada ham somsa tayyorlab olganman. Xamirlari juda ham zo'r, ko'mir bo'ladi. Demak, bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Ishimizni birinchi xamir qorishdan boshlaymiz. Bismillah deb 1 kilogramm un, 18 gramm tuz va 500 gramm suv. O'rta qattiqlikdagi xamir bo'ladi. Juda ham yumshoq yoki juda ham qattiq bo'lib qolishi kerak emas. Xamirimizni qorib olib, selofan paketga o'rab, tindirib qo'yamiz. Tinish davomida orada 1-2 marotaba olib mushtlab qo'yamiz. Xamirimiz 1-2 soat tingandan keyin xamirni 2 ga bo'lib olamiz. Yana birozgina tindirib, xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar o'lchamlarini video tagida yozib qoldiraman. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Oldinda sizlarni juda ham zo'r videolar kutmoqda. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimizda YouTube'da yo'q retseptlarimizni topishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda pullik onlayn kurslarimiz ham mavjud. Siz uydan chiqmagan holatda juda ham arzon narxlarda pazandalik sirlarini, turli xildagi shirinlik va tortlarni noldan boshlab o'rganishingiz mumkin. Birinchi xamirimizni yoyib, bir chetga olib qo'yamiz. Ikkinchi xamirimizni ham yoyib olamiz. Xamirimiz ustidan yog'imizni surib chiqamiz. Xohishga qarab sal yog' yoki somsalar uchun mo'ljallangan margarinlardan, mol yog'idan xohishga qarab foydalanishingiz mumkin. 250 gramm yog' ishlatdim. Mol yog'idan foydalandim. Eritilgan mol yog'iga o'simlik yog'i qo'shib, eritib olib foydalandim. Demak, birinchi xamirimiz ustiga yog' surib olganimizdan keyin ikkinchi xamirimizni qo'yib, uni ham ustidan yog' suramiz va zich qilib yaxshilab o'raymiz. O'rab olganimizdan keyin xamir o'rtasidagi havolarni chiqarib yuboramiz. Qo'limiz bilan xamirimizni biroz yoyamiz. Videoda ko'rsatilgandek. So'ng o'rab, muzlatgichga 1 soatga tindirish uchun olib qo'yamiz. Bu orada esa somsamiz uchun qiymamizni tayyorlab olamiz. Piyozimizni maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Go'shtimizni ham mana mayda qilib to'g'rab oldim. Va yana birozgina chopqi bilan maydalab chopib oldim. Bir kilogramm piyoz, yarim kilogramm go'sht. Xohishga qarab yog'. Charv yog'ini maydalab qo'shsangiz bo'ladi. Xohlasangiz dumba. Agar bu yog'larni xohlamasangiz, o'simlik yog'idan qo'shsangiz ham bo'ladi. Tabga qarab tuz, murch, zira, tabga qarab qiymamizga qo'shib aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Bungacha esa xamirimiz tinib bo'ldi. Xamirimizni o'rtacha
50 gramm atrofida qilib zolalarga bo'lib olamiz. Va videoda ko'rsatilgandek xamirni orqa tomonini birozgina yopib olamiz. Shunda xamirimiz somsasi ochilib, qiymalarimiz shunda chiqib ketmaydi. Endi xamirimizni yoyib olamiz. Juva bilan har tomonga yengil bosib ochsangiz, xamir qavatlari yaxshi chiroyli bo'lib ochiladi. Bu usulda xamirni yoyish asosan duxovkada pishiriladigan somsalar uchun yaxshi. Tandirda yoki listda tandir uslubida pishirmoqchi bo'lsangiz, qavatlari juda ham ochilib ketishini maslahat bermayman. Qiymalari chiqib ketish ehtimoli bo'lganligi uchun. Demak, qiymamizga ziravorlarimizni, tuzni solib, aralashtirib oldik va xamirimizga qiymalarimizdan kerakli miqdorda solib, xohlagan shaklimizda tugib olamiz. Somsalarni o'choqda qozonni qizdirib, somsalarni orqa tomonini tuxum oqiga botirib, qozonga yopishtirib oldim. Boshida olov biroz balandroq bo'lishi kerak, cho'g'imiz ko'proq bo'lishi kerak. Keyin somsani pishishiga yaqin cho'g'ini biroz pasaytiramiz. Somsalarimiz ustiga xohishga qarab mana sedana kunjut yopishtirib olamiz. Tuxum surmadim. Qozonni qopqog'ini yopamiz. 15-20 daqiqadan so'ng qozonni ichiga cho'g' solamiz. Bu somsamizni qizarishiga va somsamizni tezroq pishishiga yordam beradi. Taxminan 40 daqiqalar davomida somsalar qizarib tayyor bo'ladi. Bu albatta cho'g'ingizni balandligiga qarab. Orada qozonni qopqog'ini ochib, havosini, parini chiqazib turishingiz kerak bo'ladi. Mana somsalarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, xuddi tandirda pishgandek somsalar bo'ladi. Endi biroz qorong'i tushganligi uchun somsalarni chiroyli qilib rasmga olib, videoga ola olmadim. Qo'ldan kelgancha ko'rsatdim. Mana xamirini ko'rishingiz mumkin. Juda ham qisir somsa bo'ladi. Somsalarimiz juda ham issiqqina edi. Zo'rg'a bo'lib oldim. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Xuddi tandirda pishgandek, ichlari, piyoz, go'shtlari hil pishadi. Qolgan xamirlarni esa duxovkada pishirib oldim. Juda ham mazali bo'lgan somsalarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda ham fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rashimova.